Tikkoncha ilovasida endi vaqt bo'yicha jadval yaratishni to'liqroq tushuntirishga harakat qilaman. Demak, yangi jadval yaratamiz. Biz himoya oynasidamiz. Va bu yerda aytib ketishim kerak, himoya faol, ya'ni qalqon rejimi faol turibdi. Bu faol bo'lishi uchun albatta kerakli ruxsatlar berilgan bo'lishi kerak. Agar birorta ruxsat o'chib qolgan bo'lsa, aynan shu joyda, shu oynada ruxsat o'chib qoldi degan ogohlantirish yozuvi tugmasi paydo bo'ladi. Jadval yaratishga kiraman va yangi jadval vaqt bo'yicha deb nom beraman. Mana shunday. Endi biz shartlardan faqat vaqtni ishlatamiz bu yerda. Vaqtni tanlayman, faol vaqtni qo'shaman. Deylik, men mana shu yerda bor hafta kunlarining deylik 2-3 kuniga, ya'ni dushanba, seshanbaga boshqa, chorshanba, payshanba, jumaga boshqa vaqtlarni, shanba, yakshanbaga esa bundan boshqa vaqtlarni qo'ymoqchiman. Deylik, dushanba, seshanba, chorshanba kunlari. Misol uchun, dushanba, chorshanba, juma kunlari biz odatda o'qishga boramiz. Va o'qishga borganimizda mana 8 dan 12:00 gacha bizni umuman bezovta qilishmasin. Va shu jadvalni yozaman, saqladim. Yana vaqt qo'shaman. Seshanba, payshanba kunlari xohlasam kun davomida bloklab qo'y deb belgilashim mumkin. Bugun payshanba va kun davomida bloklash hozir faollashadi. Mana ikkita vaqt bo'yicha ichki shartlarni qo'shib oldik. Ya'ni seshanba, payshanba kun davomida. Endi bizda shanba, yakshanba bo'sh qoldi. Shanba, yakshanbani tanlab bunga deylik kechki vaqt, kechga ertaroq uxlayman deb turib, misol uchun 21:00 dan bu yog'i ertangi kun, misol uchun 5:00 gacha men bezovta qilishmasin deb qo'yamiz. Shanba, yakshanba kunlari. Ya'ni ko'rib turganingizdek, biz bu yerda 3 xil ichki jadval shartlarini yaratib oldik. Saqlashni bosamiz va bloklash uchun ilovalarni yoki kategoriyalarni tanlab qo'yishimiz mumkin. Mana kategoriyalar, albatta aloqani ichida mana Telegramlar bo'ladi, ijtimoiy tarmoqlarda Facebook, Instagram, mana shunday. Yoki ilova bo'yicha ham qo'shib qo'yishim mumkin, ixtiyoriy ilovalarni. Deylik, mana YouTube. Saqladik. Jadval saqlandi va e'tibor bersangiz, vaqt bo'yicha jadvalimiz faollashdi. Chunki bugun payshanba va payshanba kun davomida degan biz shartni qo'shib qo'ygan edik jadvalimizga. Mana. Shuning uchun bu hozir faollashdi. Deylik, birorta ijtimoiy tarmoqqa kirib ko'ramiz. Plyusga. Mana darhol bloklab qo'yyapti. Yoki Instagramga. Mana shunday. Demak, vaqt bo'yicha bizning jadvalimiz to'liq ishlayapti.